Ramazon munosabati bilan obunachilarimiz bir xursand qilaylik, Hoji Muhammad. Xudo xolasa nimalar qilamiz obunachilar uchun? Eng katta yutuq Umra yo'llanmasini qo'yaylik. Mashaalloh akalarim, Umra yo'llanmasi juda ham katta narsa. Yana 44 ta sovg'a o'ylab qo'yganman. Bu yoqda ro'yxatini yozib qo'yamiz. Xudo xohlasa nimalar qilish kerak obunachilar? 44 ta sovg'a Umra yo'llanmasi. Bu juda oson. Ramazon oyi ichida ikkinchi servisimizdagi moyxonamizga tashrif buyurishsa va mana shu yerda o'zlarini mashinalarini moy almashtirish vaqti kelgan bo'lsa, farqi yo'q. Taksi haydovchisi bo'ladimi, uzoqqa qatnaydigan yoki o'zini ehtiyojga haydaydigan akalarimizmi kelsa, ma'lumotlarni Latatronga yig'amiz va inshaalloh ikkinchi hayit kuni g'oliblarni aniqlaymiz. Nima deysan Hoji Muhammad? Zo'rku, mana obunachilarimgachi. Sani obunachilaringni ham inobatga olamiz. Farqi yo'q. Bu videoni imkoni boricha yaqinlariga yuborib turib, mana shu mashina haydaydiganlar bo'lsa, foydalanib qolsa, savobli ishlarga ham biz hissa qo'shishni niyat qilgandik. Tarqatib qo'ysa, menimcha foydali bo'ladi. Akalarim aytganlaridek tarqatib, layklar bosib turinglar, xudo xohlasa birorta odam Umra yo'llanmasini yutib olsa, biz ham juda ham xursand bo'lamiz.